수업을 준비가 되는 거요. 수업이 오늘 뭐요? 이번 날에서는 뭐 나사는 마다 yani 이것은 뭐요? 이것은 뭐요? 뭐 나사는 마다 yani uşağın karista'da sorar, karista'da cevap veriyor. 이것은 뭐요? 이것은 불편해요. 이것은 뭐요? 이것은 찌개예요. 이것은 뭐요? 이것은 창문이요. Masalan, ertaga Koreyaga borganda o'qish bilanmi, ish bilanmi bo'lganda qaysi ismlaringizni so'rab qoladi. Ilmoyo, ismingiz nima? Og'abek. Ya'ni Qur'on dars universitetida Ilmoyo, ya'ni hurmat shaklida Ilmimot Ibnika deb so'raydi. Ya'ni Ilmimot Ibnika ham Ilmoyo ham kabi ham.